baribir o'zbekligimga boraman-da. Hozir bilan Bilolli bog'chasiga, bog'cha opalariga birgalikda podarka tayyorlaymiz. O'tda ikkita glavniy bog'cha opasi, bitta yordamchi bog'cha opasi bor. Shularga mana bunaqa podarkani birgalikda tayyorlaymiz. Buning uchun men podarchni paket oldim. Bundan chiroylisini topa olmadim to'g'risi, bizning atroflarda yo'q ekan. Nicho. Glavniysi e'tibor. Ichiga nimalar solamiz? Sizlarga ham qiziq bo'lsa, ichiga nimalar solishni ko'rsataman. Tak, shunaqa losyon, o'zim har doim ishlatadigan bilasizlar, bundan solamiz bitta. Keyin eng yaxshi ko'rib ishlatadigan Victoria's Secret spreyi. Shunaqa новогодний носочкаlar. Mana podarkalarni tayyorlab qo'ydim. Tak, ikkita bog'cha opasi, bitta yordamchisi, eshikning tagida Bilolni kutib olib, kiyintirib, o'qib ketadigan opalari bor. O'shalarga ham ularni ham unutmagan holda shunaqa paket tayyorladim. Nima deysizlar, so'g'am ham yoqarmikin? Fikringlarni yozinglar o'rtoqlar. O'qituvchilarniki nimagadir ko'zimga kamdek tuyuldi, to'g'risi ko'nglim to'lmadi, lekin shunga mana bunaqa makka qalamlari bor. Shularni bitta ichiga solmoqchiman. Nima deysizlar? Yaxshi bo'ldimi podarkalarimiz? Bu yordamchi opalariga. Mana.